Sarmoya kimga kerak bo'lishi mumkin? Sarmoya nafaqat yangi boshlovchilar kerak. Balkim bu yana уже biznes bilan shug'ullanayotgan odamlar uchun ham kerak bo'lishi mumkin. Biznesni yana tezroq rivojlantirish uchun, yangi filialni ochish, reklamaga ko'proq pul sarmoya qilish, qanaqadir yangi produktlarni chiqarish. No, asosiy ko'pincha joylarda bu asosiy yangi boshlovchilar ko'pincha kerak bo'ladi sarmoya. Nimaga kerak bo'lishi mumkin? Boshlanishda odamlarda tovarni olishga puli bo'lmashi mumkin. Reklama qilishga puli yetmashi mumkin. Xodimlarni yoki olishga puli yetmashi mumkin. Kimdadir umuman вообще puli yo'q. Biznes ochishga. Kimdadir tam yarmisi bor, nimadirga yetadi, nimadirga yetmaydi. Kimdadir umuman yo'q puli. Ularga вообще noldan, то есть pul kerak. Hamma narsalarni bajarish uchun. Shunaqa odamlar uchun investorlar foyda bo'lishi mumkin. Investorlar nima deganiki? Bu shunaqa odamlar kim sizni biznesingizga sarmoya qiladi, sizga pul beradi, kelajakda sizni biznesingizda do'la oladi. Bu investor bu qarz berayotgan odam emas. Misol uchun qanaqa bunda farqi bor? Qarz berishdan. Odam qarz bersa, shu pulni keyin qaytarib berish kerak. Farqi yo'q. Biznesingiz otildimi, otilmadimi, foyda olib keldimi, olib kelmadimi, shu pulni qaytarib berish kerak. Kimgadir foiz bilan, agar foiz bilan dogovor qilgan bo'lsangiz, kimgadir foizsiz. Agar birov qanaqadir tanishingiz bo'lsa-mi, qaytarib, lekin baribir ham qaytarib berishingiz kerak bo'ladi shu odamga. Lekin bu odam sizni biznesingizga aloqasi bu odamda bo'lmaydi. Biznesingiz otilsa, shu biznesingizda foyda olmaydi. Bankovskiy kredit ham shunaqa. Kredit olsangiz, siz bankka foiz bilan keyin qaytarib berishingiz kerak. Bankka farqi yo'q. Otildimi biznesingiz, otilmadimi? Otilmasa ham pulni qaytarib berish kerak, foiz bilan. Otilsa, shu pulni qaytardingiz, keyin bank biznesni do'lasiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Investorlar bularda boshqacha. Agar biznesingiz otilmasa, foyda olib kelmasa, siz investorga pul qaytarib bermaysiz. Bu qarz emas. Bu deganiki, что investor oddiy til bilan как hamkorga o'xshagan odam. То есть bu investorlik qilibdi, pul sarmoya qilibdi, pul beribdi. Nimaga? Biznesingizni urinishini, do'lasini olish uchun. Otilmasa biznesingiz, siz investorga pul o'zingizning kistingizda qaytarmaysiz, lekin otilsa, siz постоянно investorga do'la berasiz. То есть investorda haqqi bo'ladi, bu investorning ham biznesi bo'ladi. Do'lasini, foizini qanday kelishsanglar har xil bo'lishi mumkin. Kimdir 50-50, agar misol uchun umuman вообще biznes bo'lmasa, odamda noldan boshlayotgan bo'lsa, investor polni hamma pulni, prям katta pul tiqayotgan bo'lsa, holi yo'q biznesga noldan boshlab shunaqa bo'lsa, tam 50-50 ham bo'lishi mumkin. Agar sizga misol uchun qanaqadir yarmi pulini o'zingiz sarmoya qildingiz, yarmisini faqat investor bo'lsa, foizi kamroq bo'lishi mumkin. Misol uchun 30% mi, 20% mi? Yoki agar sizda уже biznesingiz bo'lsa, u biznes уже foyda olib kelayotgan bo'lsa, bitta yana, то есть qanaqadir kichkina qismini sotib, 5% nimi biznesingizni, 10% nimi, чтобы yana qo'shimcha sarmoya olish uchun biznesingizga. Bu yerda universalniy formula yo'q. Bu yerda siz investorlar bilan qanday o'zingiz kelishsangiz. Universalniy formula bor katta kompaniyalarda. Ularda baholash bor. Kompaniyalarni baholaydigan
organizatsiyalar bor, boshqa kompaniyalar baholaydi. Qancha biznesingiz mana shu turadi. Shunga qarab investorlarni taklif qilishingiz mumkin. Shunga qarab mana aytishingiz mumkin. Mana biznesimni finans bo'limi bahosi mana shuncha. Shuning uchun mana shuncha foizini men shunchaga sotaman deb ana shunday qilib taklif qilishingiz mumkin. Lekin bizda misol uchun agar siz O'zbekistonmi, Tojikistonmi davlatlarda bunaqa baholash mencha yo'q, ayniqsa mana bu yangi bizneslarda. Bitta просто уже individual dogovor qilishingiz mumkin. Lekin bitta narsani bilishingiz kerak. Чем ko'proq investorda garantiyasi bo'lsa, shu biznes o'tiladi. Tem siz qimmatroq dolyangizni sotishingiz mumkin. Agar risk ko'p bo'lsa, garantiya kam bo'lsa, investorlar ham ko'plari xohlamasa sarmoya qilishga majburiy siz ko'proq dolyani berishga bo'lasiz. Arzonroq sotishga ko'proq dolyani berishga to'g'ri keladi. Kim investor bo'lishi mumkin? Eng oddiysi siz o'zingizni atrofingizda boshlashingiz mumkin. O'zingizni tanishlaringiz, do'stlaringiz, qarindoshlaringiz, ularda eng katta ishonch sizga bo'lishi mumkin. Siz ular bilan kelishib, o'zingizni biznes planingizni ko'rsatib, siz уже biznes planni qilishni bilasiz, biz buni уже o'tdik. Ko'rsatib, aytasiz, taklif qilasiz pul olasiz. Bunda tashqari har xil organizatsiyalar bor. Государственныйlar, davlat, частныйlar bor. Sarmoya qiladigan. Davlat sizga grant berishi mumkin. Davlat sizga yordam berishi mumkin. Siz o'zingizni shu biznes planingizni ko'rsatib, har xil programmalar bor. Qaysidir programmalar постоянно ochiladi, yopiladi, ochiladi, yopiladi. Mana shu darsda biz havolalarni qo'yamiz, ko'rishingiz mumkin. Qanaqa hozircha grantlar bor. O'zingiz ham qidirishingiz mumkin, chunki bu programmalar постоянно to qaysidir eskilar yopiladi, qaysidir yangilari ochiladi. Mana shunday qilib siz davlatdan olishingiz mumkin. Ularning ham условияsi har xil. Qaysidir programmalar bo'yicha davlat sizga qanaqa yordam berishi mumkin? Просто pul berib, qaysidirda pul berib, как sovg'a qilib qaytarishingiz shart emas. Qaysidir programmalarda qaytarishingiz kerak, lekin masalan foizsiz yoki kichkina foiz bilan. Qaysidir programmalarda davlat pul bermaydi, lekin sizga условиялар qilib beradi. Misol uchun bepul ofis beradi, nalog qanaqadir vaqtga sizni nol qiladi. Mana shunaqa momentlari bo'lishi mumkin. Agar частный bo'lsa, частный organizatsiyalar sarmoya qilayotgan bo'lsa, bitta asosiysi shu, ular baholaydi sizni kompaniyangizni, sizga taklif aytadi. Mana biz mana shuncha berishimiz mumkin pul, misol uchun mana shunaqa foizga. Siz o'zingizni taklifingizni aytasiz, ular o'zini taklifini aytadi, qanaqadir agar kelishsanglar, qanaqadir o'rta taklifga tushasizlar. Internetda buni qilishingiz mumkin. Internetda ham har xil programmalar bor. Xullas, sizni maqsadingiz agar mana shu pul biznesga olmoqchi bo'lsangiz, siz birinchidan biznes planni qilishingiz kerak. Ikkinchidan уже mana shu investorlarni qidirishingiz kerak. Bitta narsani bilish kerakki, что investorlar nima uchun pul beradi? Mana misol uchun aytamiz-ku, dolyani sotish. Dolyani sotish bu deganiki, agar sizda уже qanaqadir biznesingiz bo'lsa, agar sizda biznesingiz bo'lmasa, buni как именно dolya sotishdak deb bo'lmaydi. Bu deganiki, что investorlar sizga pul beradi, чтобы тоже как hamkorlik bo'lib, ularda ham qanaqadir dolya bo'ladi. Bu deganiki, investorlar berayotgan pulni siz o'zingizga emas, biznesga polni ketish kerak, hammasi.
investorlarga отчет ko'rsatish kerak bo'ladi. Qayerga shu pul ketdi, qancha pul ketdi. Agar davlatda olayotgan bo'lsangiz, programmasi, ag'da undan ham qattiqroq kontrol. Ag'da prям точно hammasini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi, dokazat qilib berishingiz kerak bo'ladi, что haqiqat, mana shu hamma pul ishga ketdi. И не просто ishga ketdi, a yaxshi sarmoya bo'ldi. Foydali ishga ketdi. Bu deganiki, investor ishga kirgandan keyin, investitsiya qilganingizdan keyin sizda как hamkor paydo bo'ladi. И shu hamkorga polni тоже u statistikani ko'rib turish kerak bo'ladi. То есть bilib turish kerak bo'ladi, отчетlarni ko'rib turish kerak bo'ladi. Shu investorlarga отчетlarni ko'rsatish kerak. Lekin bitta narsa bu qanday doговориться qilsalaring, aziz do'stlar, ba'zi investorlar haqqi bo'ladi biznesga aralashish. То есть biznesga qo'shilib, tak, yo'q, buni undoq qilaylik, buni bundoq qilaylik deb. Ba'zilarida ularda haqqi yo'q bo'ladi aralashishga. Buni ham sразу договор qilishlari mumkin, что tak, mana misol uchun mashinlarni faqat men qilaman, investorda haqqi yo'q. Bunda qo'shilishga investorlar nima qilmaydi? Men qanday xohlasam, men shunday qilmoqchi, men shu biznes planga qarab deb. To'g'ri, buni ham qanday kelishsanglar. Lekin ba'zi investorlar bor, ba'zi bizneslar spesial shunaqa investorlarni qidiradi, tajribalik investorlarni, shu sohada biznes ochayotgan sohadagi investorlarni qidirib, spesial investitsiya qilib, чтобы shu investorlar как раз biznesni ham yurg'izishga yordam bersin. То есть nafaqat pul bilan yordam, действительно как mentor, как ma'lum bo'lib. Investorlar o'zlari ishlamaydi, o'zlari qanaqadir momentlar qilmaydi, но siz agar kelishsangiz, investorda tajribasi bo'lsa, siz shu investor bilan советоваться qilishingiz mumkin. Unda qanaqadir tavsiyalar olishingiz mumkin. Qanaqadir muammo bo'lsa, investor bilan gaplashib ko'rishingiz mumkin. Balkim u qandaydir yordam beradi. Balkim birov tanishlari orqali yordam beradi. O'zi qanaqadir yordam beradi yoki qanaqadir ko'rmayotgan joyingizni ko'rsatib, qanaqadir narsalarga ko'zingizni ochadimi. Xullas, investitsiyada o'zini afzalliklari ham bor, o'zini kamchiliklari ham bor. Siz ko'ring, nima sizga muhim? Sizga bu qancha sizga hozir kerakli narsa, qancha sizga bu foydali narsa. Investitsiyani buni aytib bo'lmaydi. Bu yaxshimi, yomonmi? Bu har situatsiyada har xil. Agar sizda o'zingizda pulingiz ko'p bo'lsa, o'zingiz hammasini bilsangiz, уверен bo'lsangiz 99% ga что bu biznes otilishiga balkim sarmoya olmashingiz ham mumkin. Agar pulingiz kam yoki tajribangiz kam, bilasiz sizga, например, qanaqadir yordam kerak, ham finansiy, ham bilim bo'yicha, to mana shu taraflarda investorlarni ham taklif qilsangiz bo'ladi, aziz do'stlar.